Instagramda doim shunaqa videolarni ko'rib, juda ham mana shunaqa ko'pirtirib yugim keladi, lekin bunaqa yuvsak, menimcha bizning uyimiz hamma yoq ishib dabdalashib ketsa kerak, ayniqsa mebellar, yana bilmadim. Xullas kalom, shunaqa niyatim bor edi va bu niyatimga erishish uchun oshxonamda gilamni olib tashladik. Sababi stol oldi oshxonaga, shuning uchun shunaqa teglari kir bo'lib qolgan ekan. Artsam ham zixlari ketmadi va qaynosligiga o'zimni yordamchim akvamarindan solib, reaksiyaga kirishini 1 minut kutdim va yaxshilab ko'pirtirib yuvdim. Xo'jayinim iltimos mebellarga tegmasin, mebellarni ishirtirib yubormagin, ko'pirtiraman dedilar. Shuning uchun mebellar tarafini unaqa suv qilmadim, lekin zixlarga polniy shunaqa surib chiqdim. Va natijasini o'zingizlar ko'ringlar, shunaqa top-toza bo'ldi. O'zim kutganimdan-da zo'r natijaga erishdim. To'g'ri, chet eldagi chelagi bilan quyib yubormadim, mana shunaqa ko'pirtirib yuvdim qizlarjonlar. Agar sizlarga ham akvamarin kerak bo'lsa, hamma yoqda bor, bozorlarda bor, uzun marketda bor, undan tashqari korzinkalarda deysizlar, hamma joydan bemalol topsanglar bo'ladi. Qalay natijasiga baho beringlar qizlarjonlar. Qaranglar, oppoq bo'ldi zixlari. Endi ko'nglimdagidek oshxonam bo'ldi. Ustolim ham baho berib kelsanglar, xursand bo'laman. Rahmat hammaga.